Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shtepaga yetib kelganmiz. Bu joyimizni Hakafon stilda oppoq stilda yakunlab berdik. O'sha tunikamiz rasvoti 130 kvadratga topshiryapmiz. 140 ming so'mdan qilib berdik. Hamma ichida ko'ra bitta baho berasizlar. Xudo xolasa ideal holatda chiqqan. Qolganini obuna like bosing. Bu shapkamiz uzunligi 28 metr, eniga 1.35 chiqqan. Pastini oq girobdan qilyapti, yangi stilda, yangi chaqoshlarimiz bilan. Bitta kukushka, ikkita kukushka, uchta kukushkalarimiz bor. Buyuklarimiz 690 gradusli nakonechniga qo'yganmiz. Şöyle baho berilgan burchaklarimiz e'tibor berasizlar, mana ideal holatda chiqyapti. Bu joyimizda ham prosotkasi taqilib turib, atrofini 90 gradus o'rab berganmiz. Fasotlarda tushadi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol joyga chiqarasizlar. Pastda muomalangiz qilib beramiz. Obuna olishdan keyin sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum.